Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bizga sotuvga 400 kilolik materialchalarimizdan chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Bizda sotuvimizda 3 xil rangi bor. Mokri, qora va ko'k ranglar bilan jihozlangan. Kimga shunaqa sifatli materialchalar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Oddiy bo'ladi, dastlabkasi ichida $850 yetib boradi. Hop, akkumulyatori nechta? Bitta to'liq zaryad bilan necha kilometr yuradi, shuni tushuntirib o'tamiz. Like, podpiska bosib, do'stlarga ulashib qo'yishni unutmanglar. Hop, akkumulyatori 5 ta 53 amperlik qilib ishlangan. Bitta to'liq zaryadi bilan 50-60 kilometr masofani bemalol bosib o'tsa bo'laveradi va ixcham qilib ishlangan. Oldilari jitkislik, jitkisi ham aforniga juda katta qilib ishlangan, tumanka faralar bilan jihozlangan. Bortini razmerini ko'pchilik so'raydi. Bortini razmeri eni 95, bo'yi 110 cm bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli materialchalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin, telefon qilishlari mumkin bemalol.